Ronaldo O'zbekiston darvozasiga 3 ta gol urishi mumkin. Angliya terma jamoasi va Liverpool klubining sobiq hujumchisi Michael Owen Jahon chempionati 2026 doirasidagi omadsiz o'yindan so'ng tanqidlarga uchrayotgan Cristiano Ronaldo haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Sobiq futbolchi portugaliyalik hujumchining tez orada o'z so'zini aytishiga, xususan O'zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi bahsda to'liq o'zini ko'rsatishiga ishonmoqda. Owenning fikricha, Messining muvaffaqiyati Ronaldoni yanada kuchliroq bosim ostida qoldirgan. U jahon chempionatidagi o'yinlar atrofida yuzaga kelgan vaziyatni shunday izohlaydi. Portugaliya terma jamoasining o'yinidan bir kun oldin Lionel Messi hat-trick qayd etgani Cristiano Ronaldoning foydasiga ishlamagani aniq. Portugaliya Kongo Demokratik Respublikasi bilan 1-1 hisobida durang o'ynadi va bu o'yinda ular unchalik yaxshi taassurot qoldirmadi. Shundan so'ng ko'pchilik Ronaldoni jamoa uchun asosiy muammo sifatida ko'rsata boshladi, ammo men unga nisbatan bildirilayotgan bu tanqidlarni qabul qilmayman. Michael Owen so'zida davom etarkan, Ronaldo o'ziga nisbatan aytilgan tanqidlarga faqatgina maydondagi harakatlari va gollari bilan javob qaytarganini eslatib o'tdi. Bunday holatlar oldin necha marta sodir bo'lgan. U har safar keyingi o'yindayoq barchaning ovozini o'chirib qo'ygan. Agar siz Ronaldoni asosiy tarkibda tushirayotgan bo'lsangiz, uning maydonda qanday vazifani bajarishini va nima uchun u yerda ekanligini to'g'ri qabul qilishingiz kerak. Agar u navbatdagi turdan o'rin olgan O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'yinda hat-trick qayd etib, o'zining munosib javobini qaytarsa, men aslo ajablanmagan bo'lardim, deydi Owen.